Ramiz aka, Toshkentdan Moskvaga 860 ming so'm, Toshkentdan Krasnodarga 786 ming so'm. Chelyabinskiy nech pul? Chelyabinskiy 800 ming. Balki Благовещенский, Moskovskiy oblastida gapirayotgandim. O'zB nomeringiz ayting. Mana описание qoldirib o'tib ketdik. Mana описание nima qiling? Подписка bo'lsangiz kanalimizga kiring aka, sheda nomerlarimiz bor 24 soat. Rahmat, tugmachani bosamiz, like bosamiz, bizni kuzatamiz akalar. Qanchalik like bosinglar, Nigora Musur Shahnoza. Nimaga uni deb yozyapsiz? Tyumenga bormi? Bor aka, haftada 2 marta, seshanba va juma kuni. Narxi 800 ming. Aka, Kazanga 865 ming so'm. Aka, deport bor odamni Moskvaga olib kir. Yo'q, deport bor odamni Moskvaga olib kiramaymiz. Qanaqa savolinglar bo'lsa, qaysi shahardan kuzatayotgan bo'lsanglar, bemalol mana kommentariy yozib qo'yinglar. O'zbekistondan, xudo xolasa, avgust oyidan Moskva shahridan через Xorazm yo'nalishi bilan reyslarimiz amalga oshadi, akalarim, ukalarim. Через Xorazm yo'nalishi bilan Xorazm, Qoraqalpoq, Xorazm, Moskva, Xorazm, Buxoro, Samarqand, Toshkentga kirib keladi avtobus. Xudo xolasa bu yoqdan esa yo'llar ochilganda. Assalomu alaykum. Men Moskvadaman. Moskvada bo'lsangiz nomerimiz +7 969 177 50 50 +7 969 177 50 50 ga telefon qiling. Hamma savolingizga javob berib, ashada do'stim bor, Doniyorbek deport. Pit deport bo'lsa bemalol ketaverasiz O'zbekistonga. Siz уже deportsiz. Deport bor odamni boshqalar olib kiraoladimi, o'zi bor deyishi shuni. Yo'q, deport borlarni olib kira olmaydi. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Xormanglar, Navruz bayramini. Rahmat. Indi Qodirovna. Rahmat, Moskvani oblastni город Stupina narx qancha? Yo'q, город Stupinaga bormaymiz, город Moskvaga boramiz. Moskvadan Katennikidan bemalol Stupinaga bilet olib ketaverasiz. 865 ming so'm. Assalomu alaykum aka, qalaysiz? Yaxshimisiz? BMW endi BMW Mercedes. Assalomu alaykum aka, solingiz yaxshimi? Ro'zalar bilan. Rahmat, o'zingiz ham. Rahmat aka. Abdushi. Abdulloh aka, rahmat aka. O'zingizga ham rahmat. Sog' bo'ling aka jonim. Yo'q, deporti bolalarni eshitinglar. Deporti bolalarni olib keta olmaymiz va olib kela olmaymiz. Yo'q, Rossiyadan olib kelaveramiz. Deporti bolalarni olib keta olmaymiz. Rossiyaga kirgiza olmaymiz. Assalomu alaykum. Ufaga bormi? Bor Ufaga ham. Sankt-Peterburgga Toshkent qancha? Sankt-Peterburg Toshkent narxi 7000 rubl Sankt-Peterburgda. Yo, deport echamaymiz biz. Tekshirib beramiz degandir sherigimiz. Rahmat aka, sog' bo'lasiz. Ufaga yo'q aka. Mana avtobusimiz ichi holat. Hamma sharoiti bor. Konditsioner, zaryadka ustroysi, водитель 3 ta 4 soat 5 soat almashadi. Xullas hamma sharoiti bor. 166 ta odam ko'ryapti. Bittadan like bosib yuboramiz akalar. Monopoliya tugaganiga bitta like bosib yuboramiz. Qaysi qishloq
Qudasiz. Oy, aka, biz qanday